görgen narsangizni o'zingizga yaqqan brendni tanlaysizlar. Shuni o'zining zavod narxida beriladi. O'tdan boyaq ham yanında podarki qo'shib bermidi yurtdoshlar. Berilmaydi. Yanında üstüne pul mindirmeydi. Xohlasanglar buni üstüne pul qo'shib tankan berasiz yanında. Tankan beramiz. Samolyotda samolyotdan beramiz. Lekin bu narsani haqiqiy o'zining narxida sotamiz. Zavod narxida sotiladi. Xudo xolasa narx navoni, xudo xolasa zo'rini ko'rsatib beramiz, xudo xolasa. Gap yo'q. Qadrli yurtdoshlar, o'zingiz ham aytib o'tdingiz, o'tdan boyaq ochilish munosabati bilan zavod narxida skidga qo'yib beramiz. Bu gapga javob beramiz. Gapimizga javob beramiz. Hali O'zbekistonda bo'lmagan skidga bo'ladi. Bo'lmagan skidga qo'yib beramiz. Bularni dastlabki ustanovkisi bilan o'zining narxida 4 million so'mdan beramiz. 4 million so'm? 4 million so'mdan beriladi. Og'a, invertor motormi? Invertor motori. DC invertor o'zim. DC invertor. DC invertor degan yerlarim bor. Gap yo'q, lekin yurtdoshlar. Yurtibmisizlar, bunaqa narxda hali bo'lmagan yurtdoshlar. 4 million so'mdan dastlabki ustanovka ichida bo'ladi. 4 million so'mning ichida. Sentina javob. Garantiya 3 yil. Motorini 10 yil beriladi, og'abek. Yanında podarki berimiz yurtdoshlar, aytib o'tganimizdek. Podarki yo'q. Sifatli narsani yanında podarkisi bo'lmaydi. Doğru aytdimmi? Doğru aytding, og'abek, ham malades. Sifatli narsani podarkisi bo'lmaydi. Endi aytajak edim, og'zimdan olding, doğru aytding. Ish og'abekning ishi gap uchun like'larni bas. Sifatli narsani yanında podarkisi bo'lmaydi yurtdoshlar. Haqiqatan ham. 480 ming so'm. Pilisos 480 ming so'm zavod narxi. 480 ming so'm. U endi ko'plar aytadi, u bahasi arzon, sifati yo'q chiqardi bu. Uni ham 3 yil kafolati bor. Og'a, men 480 ming so'mli pilisos ko'rmaganman. 480 ming so'm men originalini qo'yib beraman. Ishini men kommentariyada ishini nelarni yozgandim deb ko'rsatdim bo'lsa, bir dana chin ko'ngildan podarki bor. Like'larni ayamanglar, kommentariyalarni ko'p doldurib yozib tashanglar. Sizlar uchun shunday ajoyib podarkalar qo'yib berishdan charchamaymiz. Xudo xolasa, like'larni bas. Albatta, bu xabaringda kelib xarid qilganlar kommentariyaga yozib qo'yinglar. Rost ekan deb yozib qo'yinglar. Rost ekan deb hammasi bizda ochiq, shaffof. Ochiq, shaffof, bizda yalan guring yo'q. Aytdimmi? Aytgan gapdan qaytish yo'q avvalambor xudo. Aytganman avvalgi videolarimdan. O'ktam Texnoni aytar gapning yolg'oni yo'qdir. Bu dunyoda hech kim azori yo'qdir deganman. Avvalambor xudo yo'q azor. Avtomat mashinalar. Arslon izindan qaytmaydi, O'ktamboy so'zidan qaytmaydi. Avvalambor. Ana og'abek aslan hozir ina tushunishib ketaveramiz hozir. Zifler kompaniyamiz bor. Zifler. Turetskiy. Turetskiy. Motorini 10 yil garantiya bo'ladi. Parnoy funksiyalari bor. BAM invertor motor bo'ladi. Ishini masalan 8 kilolikni 5 million, 5,5 million so'mda ham o'tiribdilar. Ko'p edi. Ishini 5,5 million so'm deb turgan bir paytda dedi-ku, biz buni narxini 2 million 750 ming so'mga tushirdik. 2 million 750 ming so'm. 2 million 750 ming so'mga tushirdik. 8 kilolik Zifler kompaniyasi zavod narxida. Yurtdoshlar, bunaqa narx hali bo'lmagan. Liboyerni ko'rib kelaverasizlar. Ziflerdan bu original yurtdoshlar. Evveli 6 kiloliklarımız narxı 1 million 250 1 million 300 ming so'mdan sotilgan. Hozir 6 kiloliklarımız eng arzon narxi 880 ming so'm, zavod narxida 880 ming so'mdan beramiz. Kir mashina? 6 kilolik kir mashina. Yurtdoshlar 880 ming so'mdan. 880 ming so'mdan 6 kilolik. Zavod narxida. Qo'l avtomatli yurtdoshlar. 7 kilolik desanglar ham zavod narxida 8, 9, 10, 12, 15. Albatta. Adamlar keladi, LG so'raydi, Samsung so'raydi, yaxshi narsalarni so'raydi. Ko'p magazinchilar narxini tushiradidan boshqa arzon narsa sotib turibdi, to'g'risi. Uni hamma biladi, bilib ham bo'ldi xalqimiz. Haqiqat baribir. Haqiqat, nima deydi? Bukiladi, egiladi, lekin aslo sinmaydi deydi-ku, ish narsa shu. Haqiqat sinmaydi. Haqiqat sinmaydi. Xudo xolasa, kelasizlar xalagan brendlaringizni o'zining narxida olib ketasiz. Zavod narxida ustuna foyda qo'yilmagan holda olib ketasizlar. Yurtdoshlar, istagan bir maishiy texnikangizni zavod narxida, yurtdoshlar yana bir marta aytamiz, zavod narxida xarid qilsanglar bo'ladi. Faqatgina O'ktam Texno maishiy texnikalar do'konida. Rullus kompaniyalarimiz bor. Laretto'larimiz bor. LG'larni ko'rdingmi? LG tugamadi hali. LG Avalon kompaniyalar bor, yana brend Avalon. LG'larimiz hali tugamaydi. Og'a, eng yaxshisi bu LG. LG eng mirovoy brend. Aytibman-ku, shonda deyali LG tugagani yo'q, tugamaydi. LG desa LG sotamiz, Samsung desa Samsung sotamiz biz. Yurtdoshlar nonni xolasa, istagan narsasini shunday o'shaydi-ku, shuni beramiz. Ayshani ko'rsatib Fatmani beramiz. Gap yo'q. Ko'rgan vaji beriladi. Yana LG'larimiz bor. LG'larni ko'p odamlar qarab keladi. LG kir mashina ber deb keladi, haqiqatdan narxini aytamiz. Voy deydilar-da. Arizonda deydi, boshqa narx aytdi deydi. Ha bo'ldi, bemalol borib keling og'a deymiz. Boradidan qaytib keladi og'a. Ha nima bo'ldi og'a desang,
Yok dedi. Oyun ettiler dedi ülke diye. Oyun ettiler dedi. Adamlarını aldıydılar. Adamlarını aldıydı. İnternete çıkardı 4 milyon so'm deydi. 3,5 milyon so'm deydi. Lekin Geladi 3,5 milyona elji yok. Elji yok. Geladi Unark yok. Klientlar xafa bo'lib qaytib keladi. O'ktanbay deydi. Atanga rahmat sana deydi. Doğrusunu doğru aytganing uchun deydi. Gap yok. LG Miravoy brend yurtdoshlar. Geladilar, xudo xolasa, Agabek bizada kelgan klient rozi bo'lib ketishini istaymiz biz. Albatta. Rozi bo'lib, azatib o'ynab kulib chiqdiysa ishida. Shunda sizlar biz ham motivatsiya olamiz, sizlardan energiya olamiz, yanada rivojlanishga biz harakat qilamiz. Sizlarga zo'r aksiyalarni tashkil etib berish uchun biz o'zlarimiz borimizni berishga tayyor bo'lamiz keyin do'stlar. Shunda barakatli bo'ladi. Barakatli bo'ladi. Albatta. Mana odamlarni aldab, elchini yomonlab, boshqa vaj diqib Vintage brendlarimiz o'ynayapmiz. Xudo xolasa option ba'zi Miravoy zo'r brend bo'lib turibdi. Vintage. Bular ham narxlari tushgan. 7 kilolik Agabek. Avan. 7 kilolik Vintage. Liboyerni Barselona'dan solishtirib kelsinlar narxini. Avan. 2 milyon 950 ming so'mdan beraman. 2 milyon 950 ming so'mdan. O'zining narxi. Zavod narxida. Zavod narxi 2 milyon 950 ming so'mdan. Parnoy funksiyali inverter motor bo'ladi. Gapimga javob. Liboyerni ko'rib kelaversinlar. Almaz baraban bo'ladi. Almasli bo'ladi. Zangnamaydi, tushunmaydi. Gap yok. Gapimizga Yurtdoshlar. javob. Liboyerni solishtirsa. Liboyerni solishtirsa. 2 milyon 950 ming 2 milyon 950 ming so'mdan beraman 7 kilolik. Shu baho berib bilasizmi? Beraman. Gapimga javob. Gapga javob. Gapga javob. 2 milyon 950 ming so'm. 2 milyon 950 ming so'm. Vintage 7 kilolik inverter motor bo'ladi yurtdoshlar. Kelaverasizlar. Zavod narxida o'tgan texnoda yurtdoshlar. Zavod narxi. Şu Artel kompaniyani Liboyerdan mesela görürsünler. Salıştırsınlar. Salıştırsınlar. Hozir shunday aksiyaga tashadi. Men ham shuni aytdim-ku, zavod narxida dedim-ku. Shu tashatgan narxida hozir qo'yib beraman. Gap yo'q, yurtdoshlar ko'ramiz, necha so'mga qo'yib beradi bizga. Zavod narxida yurtdoshlar o'tgan texnoda. Og'an odamlar bo'lsa, qisilib o'tirmanglar. Shuning uchun narxini aytib o'tamiz. Og'a bu narxni apparatlarni ol. Ha. Seryozni og'a. Seryozni gapimiz o. Og'a bularni hozir 5,5-6. Buni 6,5 milyon so'mdan sotib o'tiribdilar. 6,5 milyon so'mdan sotib. Og'a 90'lıkni. 90'lıkni 4 milyon 990 ming so'mdan beramiz do'stlar. 4 milyon 990 ming so'mdan. 4 milyon 990 ming so'mdan beramiz. Og'a 90'lık gaz. Artelni. Eldilarine, embelinde yana nelerni tablolari bor, ko'rsatib turadi. Bemalol Liboyerni solishtirib ko'rib kelaverasiz. 4 milyon 990 ming so'm. Buni 6,5 milyondan sotib o'tiribdilar. 6,5 milyon, 6 milyon 800, gerek desa 7 milyondan ham sotib turgan yerlari bor buni. Bizda 4 milyon 990 ming so'mdan. Zavod narxida yurtdoshlar, gaz plitalar yurtdoshlar. Yanında padarkisi umuman yo'q. Bir padarkam yo'q yurtdoshlar. Sizlar uzoqdan kelasizlar yurtdoshlar. Xorazm viloyatidan kelib turibsizlar. Qoraqalpog'istonning har bir rayonidan kelib turibsizlar. Size gelişinizde arzidon narx bo'lsa, xush kelibsizlar. O'tgan texnoda kutib qolamiz. Xudo xolasa kelaverasizlar. Обязательно kuzatib boringlar. Bize qo'ygan skidga sizga yoqsa, shu narx arzisa uzoqdan vaqt yo'qotib, shunchalik masofa bosib kelishingizga arzisa, bemalol kelaveringlar yurtdoshlar. Zavod narxida qo'yib beribmiz. Yanında padarki umuman qo'yib beramiz. Padarki yo'q yurtdoshlar. Faqatgina skidga zavod narxida bo'ladi. 43'liklarimiz bor. Bir o'nlik razmerda bo'lgan televizorlar. Bir o'nlik televizorlarimizning narxi eng arzon 1 milyon 900 ming so'mdan boshlanadi. 1 milyon 900 ming so'mdan devalasiya do'g'in, krashtenini, antennini qo'shib beramiz. Undan tashqari dastlabki ustolamkisi bor. Oppoyib o'rnatib berasiz. Oppoyib o'rnatib shu 1 milyon 900 ming so'mni ichida. 43'lik televizorimizni. Bir o'nlik tuyunda bo'lgan televizor. Bir o'nlikda bor. Zavod narxida skidga qo'yib berasiz, to'g'rimi? Endi meni oyligim hali tushmaydi, ko'p vaqtda to'lab bilaman, hozir unchalik pulim yo'q degan yurtdoshlarim uchun bir to'lov masalasi qanday bo'ladi sizda? Endi bizda hozir bunday to'lov masalalarini ham yechim qilib qo'yganmiz. Bizda halol nasiya nemiz bor? Bo'lib to'laymiz bor. Halol nasiya. Muddatli to'lov. Muddatli to'lov 3 oy, 6 oy, 1 yil edin. Xalosalar 2 yil edin muddatli to'lovimiz ham bor. Avan. Bo'lgani bir pasport, bir plastik bo'lsa bo'ldi. Keladilar, moment shu o'zida bitib ketadi ishlar. Xohlan bir maishiy texnikasini muddatli to'lovga xarid qilsalar bo'ladi. Bo'ladi. Zavod narxida bo'ladi. Zavod narxida bo'ladi ham. Gap yo'q. Yurtdoshlar zavod narxida. Keladi, pasporti bilan, plastik bilan kelsa bo'ldi. Bugun martning 14-i. Martning 14-i 31-martading bemalol kelaversizlar do'stlar. Yurtdoshlar mart oyida olsanglar, aprel oyidan boshlab to'lovni amalga oshirsanlar bo'ladi. Apreldan boshlanadi. Indigi oydan bo'ladi yurtdoshlar. Indigi oydan to'lov boshlanib ketadi. Bu oydan emas. Apreldan boshlanib to'lanib ketadi, xudo xolasa. 3 oy, 6 oy, 1 yil, 24 oydan ketaveradi. Qaysiniz? Qaysiniz firma? Bular ham az narxlari doğrusu Agabek tushib qolgan. Bular ham masalan avvallari 13 milyon, 14 milyon so'mdan sotilgan. Avan. Hozirgi narxi bularni 9 milyon so'mga tushgan. 9 milyon so'm. 9 milyon so'mga tushdi. Gap Evvel 13-14 milyondan satılgan dostlar.
Zavod narxı dedikmi, gapimize cevap beremiz avvalambor xudo. Sizden necha so'mdan olgansizlar yine yozib qo'yinglar kommentariya. Kommentariya yozib o'ting, necha olgansizlar shuni. 13-14 milliondan kam olinmagan shu narsalar vaqtida. Ya'ni evji xudo xolasa, yana bir 23 gradus issi bo'ldi. Albatta. Bugun 14-mart. Yurtdoshlar. Yine. Ya bu köne, endi ko'p odamlar keladi. Bu qaysi video edi? O'tgan videomi? O'tgangimi? O'tganbay futbolkada yurtdi. Shunday narsalarda ko'p magazinchilar aytamışda. Bir yana video tushamiz, boshqa aytamiz, ya aksiyalarni chiqarib tashlaydi-ku. Shu aksiyani ko'rib keldik. Bir televizor qo'shib beraman degan ekansan desa, "O qaysi video olmading bu?" deb aytadi deydi-da. Bo'lmasa oqshom chiqqan. Oqshom chiqqan. Men u ko'la videom deb aytamışda. Bizda unday emas do'stlar. 14-mart bugun. 31-mart edin zavod narxında. 2025-yil yurtdoshlar. 2025-yil shunda aytib o'tdik. Rosa aytib qo'yish. So'ragan narsangiz narxini, bahosini aytib o'tamiz. Bundan olib, bunga solib, bundan olib, bunga solishma yo'q. Ish shu narsani berib bilamiz. Ish shu narsani berib bilama. Xalaganini, keladi, xalagan zavod narxini bilib ham kelsinlar, shu narxdan beraman. Gap yo'q. Gap. Sevintesh kompaniyalarimiz bor. Xalagan turidan bor. Sevinteshlarimiz ham hozir mirovoy brendlardan birisi. Yine bular ham ajoyib narsalar. Bular ham hozir zavod narxida tushirib tashlaganmiz. Bahosini? Bahosini zavod narxida. Bularning narxi 4 million 180 ming so'mdan beramiz Sevintesh. 4 million 180 ming so'm. Evet. Xalagan svetinden bor. Seri svet bor. Endi seriyni boshqacha model variantlar ham bor. Tamam, bu katta xalaning kichkina emas. Tap shu kattasini tap shu narxdan beraman. 4 million 150 ming so'm. Ne uchun bize ochilganimizdan keyin shu ochdik, shu oyni oxirina deyim va'da berdik o'zimiz o'z narxida. Zavod narxında. Zavod narxında beriladi. 1 so'm üstüme qo'yilmaydi. Mana ham dastlabki ustanovchisi bor, besplatniy bo'ladi. Mutlaqo tekin bo'ladi. Mutlaqo tekin, 1 so'm pul berilmaydi ustiga. Hallari bor. Bular yana defrost variantlari, Shvaki kompaniya yapon texnologiya bo'ladi. Bular ham sifatlari zo'r. Bular ham hozir narxlarni zavod narxida tushirganmiz. Zavod narxida 3 million 750 ming so'mdan beramiz. 3 million 750 ming so'mdan beriladi. Shvakini? Shvaki Liboyni ko'rib kelsin, marazinlik tiyinda xilisi. 3 million 750 ming so'mdan beramiz. Dastlabkisi bor. Tekin bo'ladimi? Ustanovka tekin shuning ichida. Besplatniy bo'ladi. Besplatniy. Yurtdoshlar yanında podarka qo'shib berib turganimiz yo'q. Zavod narxida. Chunki narxini e'tibor berib kelinglar, narxlarni solishtirib kelinglar. Liboy Nova Og'abek doğru aytdim, solishtirib ko'rib kelinglar. 8 million so'm shunday sotilgan. Hozir ishonayman, kattalarni bularni 7 million so'mdan beramiz. 7 million so'mdan beramiz. 7 million so'mdan beramiz. Yurtdoshlar bo'yam baland bo'ladi yurtdoshlar buni. Hozir masalan ko'p do'konlar patologa deb sovg'a beraman deydi, boshqa aytaman deydi. Bizda unday narsa yo'q. Bizda narxni o'zini narxida sotiladi. Ustuna qo'yilmaydi. Narx ajoyib. Liboyni solishtirib ko'raverasizlar, xudo xohlasa. LG deganlar, LG, Samsung deymi, Avalon deymi, xalaganidan bo'ladi 2 kun xudo xohlasa. Mirovoy brendlar keladi. Masalan, mana bular ham mirovoy brendlar ham aytgan ko'pmiz. Citronic kompaniyalarimiz bor, Immerlar bor, Hayerlar bor, juda ham sifatli. Sifatli narsalar bor, Rullus kompaniyalar bor, Avangard firmalar bor, Artel, Sevintesh, Zifler, Immer. Bu aytaman desen ko'p. Kelaverasizlar bo'lgan, kelib tomosha qilib, savdolashib, zavod narxida olib ketishingiz mumkin. O'sha like'larni bosib, shu aytgan kommentariyada yozib, no narsalari ko'pincha qiziq bo'lsa, shularni yozinglar. Biz shunga qarab turib, shu narsalarga ko'proq chegirmalarni qo'yisha harakat qilib boramiz, xudo xolasa do'stlar. Sizlarni O'ktam Texnoda kutib qolamiz. Eng arzon sifatli narsalarni bizdan xarid qilaverasizlar, xudo xolasa. Bu videomizni yurtdoshlar, yana bir marta aytaman, bu videomizni haqiqiy Bitavaya texnika alomondan yurtdoshlarimizga WhatsAppdan, Telegramdan like'larni bosib jo'natib qo'yinglar yurtdoshlar. Juda ham foydali bo'ladi, manfaatli bo'ladi. Qiz chiqaramandan yurtdoshlarimizga, o'g'il uylantiramandan yurtdoshlarimizga hammalaringizga to'ylar muborak bo'lsin. Kelaverasizlar, xudo xolasa. Eng arzon maishiy texnikalar, eng sifatli maishiy texnikalar O'ktam Texno maishiy texnikalar do'konida. Hammalaringizni kutib qolamiz. Hammangizni kutib qolamiz. Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, sog'ayibsizlarmi? Xudo xohlasa, sizlarga 4 kundagi yangiliklarni yetkazib borishda davom etamiz. Qadrli yurtdoshlar, o'zlaringizni 4 kun shahrida O'ktam Texno maishiy texnikalar do'koni ochildi. Ko'pchilikning xabari bor. Videolarini chiqardi. Xudo xohlasa, ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Ochilish munosabati bilan O'ktam Texno maishiy texnikalar do'koni yurtdoshlarimiz uchun yangi o'zini aksiyasini qo'yib beradi. Bu videomiz ko'pgina maishiy texnika alomonli yurtdoshlarimiz uchun juda ham foydali, manfaatli video bo'ladi yurtdoshlar. Xudo xohlasa, bemalol O'ktam Texno maishiy texnikalar do'konida kelaverasizlar, faqatgina narxlarni solishtirib kelinglar qadrli yurtdoshlar. O'ktam Texno maishiy texnikalar do'konida assortiment juda ham keng yurtdoshlar, bemalol kelaverasizlar.
Videolarımızı başlamasdan bu videomuza bir like'larını basıp qo'yishingizni so'raymiz. Chunki bunaqa skidkalar arzon baholar hali bo'lmagan yurtdoshlar. O'ttamamiz va'da berib aytdi. Ochilish munosabati bilan zavod narxida aksiya qo'yib beraman dedi yurtdoshlar. Bugungi videomuz juda ham foydali bo'ladi. Adresimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l shahri Beruniy ko'chasida joylashgan O'ttam texnologik texnikalar do'koni. Bu yoq tarafdan kelsangiz yurtdoshlar To'rtko'l bozori tarafdan kelasizlar. To'rtko'l bozori tarafdan o'tib kelaverishda yurtdoshlar Ullubog' Powerot bor. Ullubog' Powerotdan o'tganingizda o'ng qo'lingizda O'ttam texnologik texnikalar do'koni chiqadi yurtdoshlar. Agarda siz kun chiqish tarafdan kelsanglar Xazaras tarafdan, To'proq Qala, Sarimoy tarafdan, Miskin tarafdan kelaverishda To'rtko'l televizkasi bor. To'rtko'l televizkasidan o'tib kelaverishda yurtdoshlar chap qo'lingizda O'ttam texnologik texnikalar do'koni chiqadi. Undan tashqari ekranlardan telefon nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Bemalol ushbu nomerlarga telefon urib, adres so'rab, ma'lumot so'rab, onlayn savdo xizmatlaridan ham ushbu nomerlar orqali amalga oshirsangiz bo'ladi. Bu videomizni kommentariy yoki opisiyaniyasida O'ttam texnologik texnikalar do'konining lokatsiyasini qo'yib qo'yamiz. Bemalol ustidan bosib, boshqa rayonlardan, tumanlardan, shaharlardan, viloyatlardan bemalol kelaverasiz yurtdoshlar. Kelishingizda arziydigan skidka qo'yib beramiz yurtdoshlar. Narxlarni o'zlaringiz guvohi bo'lasizlar, o'zlaringiz baho berasizlar yurtdoshlar. Xudo xolasa kiramiz, hammaga yaxshi kayfiyat yurtdoshlar. Ochilish munosabati bilan O'ttam texnologiyada juda ham zo'r skidkalar bo'lib turibdi. O'zlaringiz baho berasizlar. Xudo xolasa kiramiz yurtdoshlar. Bismillah. Assalomu alaykum. O'ttam boyaga, assalomu alaykum. Salomatmisiz? Yaxshimisiz? Xudo xohlasa, yurtdoshlarimiz uchun 4 kunimizda bir yangilik bo'lgan, yangi ochilgan O'ttam texnologik texnikalar do'konidan qanday skidkalar, qanday yangiliklar bo'lib turibdi deb yetib keldik. Shuni do'kon bo'lsangiz ham, xudo xohlasa o'ng bo'lsin, xayrli bo'lsin, barakatli bo'lsin. Xudo xohlasa, yurtdoshlarimizga bir xizmati deyadigan maishiy texnikalar do'konidan biri bo'lsin. Avvalambor assalomu alaykum yurtdoshlar bilan salomlashib oling. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Hammangizni Yatırgan bayram bilan tabriklaymiz chin ko'nglimizdan. Xudo xolasa sizlarga zo'r aksiyalarni qo'yib beramiz. Xudo xolasa narx-navoni, xudo xolasa zo'rini ko'rsatib beramiz, xudo xolasa. Gap yo'q. Qadrli yurtdoshlar, o'zingiz ham aytib o'tdingiz, O'ttam boyaga ochilish munosabati bilan zavod narxida skidka qo'yib beramiz. Bu gapga javob beramiz. Gapimizga javob beramiz. Hali O'zbekistonda bo'lmagan skidka bo'ladi. Bo'lmagan skidkalar qo'yib beramiz. Yurtdoshlar, narxlarga o'zlaringiz guvohi bo'lasizlar, o'zlaringiz baho berasizlar, kommentariya yozasizlar yurtdoshlar. Xudo xolasa boshladik ham bo'lmasa. Navodan başlaymiz. Xolodilnikdan başlaymiz. Xudo xolasa hozir yaqinda endi buyani issiq, xudo xolasa. November sezoni keldi, xolodilnikdan sezoni keldi. Xolodilnik konditsioner sezon, xudo xolasa. Boshlaydik. Qani kelinglar. Og'abek, konditsionerlari xudo xolasa zo'r aksiyalarni qo'yib beramiz. Xolodilniklarimiz ham hozir xolodilnik doğrusu sezon vaqti boshlanyapti o'zi. O'zini chiqadi xudo xolasa. Masalan, endi katta xolodilniklarimiz bor. Bularni gigant zo'rlari, ajoyiblari. Xolodilnikning ne turi bo'lsa, bor, to'p beramiz xudoga shukr. Bularimiz narxlari, avvalgi narxlari o'zini bahasi 7 million 800 ming so'm, 8 million so'm shunday sotilgan. Hozir shularni kattalarini bularni 7 million so'mdan beramiz. 7 million so'mdan beramiz. 7 million so'mdan beramiz. Yurtdoshlar bo'yam baland bo'ladi yurtdoshlar buni. Hozir masalan ko'p do'konlar patologa dezib sovg'a beraman deydi, boshqa aytaman deydi. Bizda unday narsa yo'q. Bizda narxni o'zini narxında satıladi. Üstüne qo'yilmaydi. Narx ajoyib, liboyini solishtirib ko'raverasizlar, xudo xolasa. Gap yo'q, yurtdoshlar gap isboti bilan. Xohlasanglar seri sveti, qora sveti, xalagan svetlaringizdan bor. Endi Inmer kompaniyalar bor, bular ham zo'r narsa. Katta gigant yurtdoshlar. Yenidan necha bo'ladi bu O'ttam boyaga? Bular 85 santi bo'ladi, yeni. 85 bo'ladi. Yeni 85 santi bo'ladi. Bularning baholari 11 million so'mdan, 10,5 million so'mdan sotilgan. Hozirgi bahasi 8,200 ming so'mdan beramiz. 8 million 200 nofrost bo'ladi. Nofrost bo'ladi. Воздушный, uflat so'tadi. Mana, ko'raverasizlar. 8 million. Xudo xolasa bir o'kisini solib turib, xudo xolasa to'ylarda xizmat etadi. Xizmat qiladi, xudo xolasa. 5 xil kompaniyalarimiz bor. Bular ham yeni 90'lıkları. Qaysini firmalari bor, turi ko'p xolodilniklarimizni. Nima deyecekman, bir narsa aytib o'taman. Yurtdoshlar. Bu narsani hozir aksiyada hamma chiqarib yotibdi. Dimom aksiyasına, boshqasına qiziqmanglardan narxina qiziqinglar. Narxini Liboy magazinda o'zingizga kerak narsani ko'rib bahosini bilib kelgan. Bizda da shundan 1 million 1,5 million so'm arzon qo'yib beramiz. Eng yaqinda O'ttam texnologiyalingni yurtdoshlar. Shunda biza yutgan bo'lamiz, siz bilasizlar shu narxni, arzonligini haqiqatan ham. Hozir ko'p odam nishadadi, patologa deydi, sovg'a beraman dedi, boshqa beraman dedi. Bu narsa o'sadi bahosi. Bizda
O'smirdan bahası eng arzon narxda vajni o'zini eng sifatlisini olasizlar. Albatta. Hozir ko'p narsani sifatsiz narsalarni diqyapti ko'p magazinchilar, to'g'risi. Buni hamma biladi, xalqimiz ham tushunib bo'ldi bu narsani. Albatta. Bu narsani Xudo xolasa kelasizlar bizada sifatini ham, bahosini ham avvalambor Xudo javob beramiz. Kafolatlari bilan hamma narsasini beramiz. Masalan, hozir ko'p edi Og'abek to'g'risi arzon narsa sotishma moda bo'lib ketdi. Albatta. Odamlar keladi, LG so'raydi, Samsung so'raydi, yaxshi narsalarni so'raydi. Ko'p magazinchilar narxini tushiradidan boshqa arzon narsa sotib turibdi, to'g'risi. Uni hamma biladi, bilib ham bo'ldi xalqimiz. Haqiqat baribir. Haqiqat nima deydi? Bukiladi, egiladi, lekin aslo sinmaydi deydi-ku, shu narsa shu. Haqiqat sinmaydi. Haqiqat sinmaydi. Xudo xolasa kelasizlar xalagan brendlaringizni o'zini narxida olib ketasiz. Zavod narxida ustuna foyda qo'yilmagan holda olib ketasizlar. Yurtdoshlar istagan bir maishiy texnikangizni zavod narxida, yurtdoshlar yana bir marta aytamiz, zavod narxida xarid qilsanglar bo'ladi. Faqatgina o'tgan texno maishiy texnikalar do'konda. Aytilgan gapga javob beramiz. Aytilgan gapga javob, Xudo xolasa, shu oyning oxirina deydi Og'abek, Xudo xolasa. 31-martadan. 31-martadan Xudo xolasa nechun Ro'za Ramazon oyida o'zining zavod narxida sotishga biz qaror qildik. Shuning uchun bu narsani xalqimizga yetirish kerak deb shu narsani hozir chiqaryapmiz. Xudo xolasa e'tibor berib kuzatib borasizlar. Do'konni yangi ochdik, Xudo xolasa. Shuning uchun shu oyning oxirina deyin o'z narxida, zavod narxida. Barakatli bo'lsin og'a. Barakatli bo'lsin. Xayrli bo'lsin. Rahmat. Gap yo'q. Xudo xolasa. Sizlarning video barakatli bo'lsin. Davom etamiz. Davom etamiz. Xolodilniklarimizni xalagan turdagi, xalagan modelidan topib beramiz yurtdoshlar. Xudo xolasa kuzatib boraverasizlar. Xolodilnikni turi desanglar topib beramiz. Istagan brendingiz bor. Yo'q brendning o'zi yo'q, hammasidan bor. Xudo xolasa kelaverasizlar, kuzatib boraverasizlar. Nechki xolodilniklar desanglar, Samsung desanglar, Samsung brendlarimiz bor. Mirovoy brend yurtdoshlar. Mirovoy brendlarimiz bor. Xalaqanlaringizdan bor, Xudo xolasa kelaverasizlar. Zo'rlaridan bor. Xolodilnikning bayon taraflarimizdan bor. Bu xolodilniklarimizning eng arzon narxi 2 million 300 ming so'mdan boshlanadi. Eng arzon 2 million 300 ming so'mdan tabi 20 million so'mlik xolodilniklarimiz bor Og'abek. Turi bor. Turi bor. Xalagan turini. Hozir buni hammasini narxini aytib, birma-bir danishtirib chiqamiz desak, videoning 3 soatdan tugamaydi, to'g'risi Og'abek. Shuning uchun qisqa va lo'nda xolodilnikni assortimenti bombasi bor. Kelaverasizlar. No frost deysizlarmi? Defrost farqi yo'q. Eco frost deysizlarmi? Tur-turidan topiladi yurtdoshlar. Kelaverasizlar, Xudo xolasa. Yangi assortiment belladan bor xolodilniklarni ko'rib o'taveramiz. Yine xolodilnikda yurtdoshlar bor. Xolodilnikning hollari bor. Bular yana defrost variantlari. Shvaki kompaniya yaponskiy texnologiya bo'ladi. Bular ham sifatlari zo'r. Bular ham hozir narxlarni zavod narxida tushirganmiz. Zavod narxida 3 million 750 ming so'mdan beramiz. 3 million 750 ming so'mdan beriladi. Og'a Shivakini. Shivaki Liboyni ko'rib kelsin. Marazinlik tiyinda xilisi. 3 million 750 ming so'mdan beramiz. Dastlabkisi bor. Tekin bo'ladimi? Ustonovka tekin shuning ichida. Besplatniy bo'ladi. Besplatniy. Yurtdoshlar yanında podarka qo'shib berib turganimiz yo'q. Zavod narxida. Chunki narxini e'tibor berib kelinglar, narxlarni solishtirib kelinglar. Liboy Nova Og'abek to'g'ri aytdim, solishtirib ko'rib kelinglar. Hozir masalan videoda uningni yegandan keyin uningni bir narsa yo'q bizada. Kelasizlar yegan narsangiz, ushlagan narsangiz narxini, bahosini aytib o'tamiz. Bundan olib, bunga solib, bundan olib, bunga solishma yo'q. Ish shu narsani berib bilamiz. Shu vazni berib bilaman. Xalaqanini, keladi, xalaqan zavod narxini bilib ham kelsizlar, shu narxdan beraman. Gap yo'q. Gap. Sentej kompaniyalarimiz bor. Xalaqan turidan bor. Sentejlarimiz ham hozir Mirovoy brendlardan birisi. Yana bular ham ajoyib narsalar. Bular ham hozir zavod narxida tushirib tashlaganmiz. Bahosini? Bahosini zavod narxida. Bularning narxi 4 million 180 ming so'mdan beramiz Sentej. 4 million 180 ming so'm. Evet. Xalaqan svetidan bor. Seri svet bor. Endi seriyani boshqacha model variantlar ham bor. Tamam, bu katta xalaning kichkina. Tam shu kattasini top shu narxdan beraman. 4 million 150 ming so'm. Nechun biza ochilganimizdan keyin shu ochdik, shu oyning oxirina deyin va'da berdik o'zimiz o'z narxida. Zavod narxida. Zavod narxida beriladi. 1 so'm üstüme qo'yilmaydi. Mana ham dastlabki ustanovchisi bor, besplatniy bo'ladi. Mutlaqo tekin bo'ladi. Mutlaqo tekin, 1 so'm pul berilmaydi üstüne. Gap yo'q. Gap. Gapga javob. Virusalarimiz bor. Rossiyskiy, bular ham zo'r narsalar. Bularning narxlari 4,5 million so'mga tushdi. Avvallari 5 million 800 5,5 millionda sotilgan. Hozir narxi shu narxga tushgan. Pesamarazilnik, no frost bo'ladi. No frost bo'ladi bular ham. Baholari tushgan. Premier kompaniyalarimiz bor. Endi Immer kompaniyalarimiz bor. Turi ko'p. Og'abek, buni hozir aytdim-ku, danishtirib o'tamiz desak, videomiz cho'zib ketadi. Endi narsalar bor yana. Gap yo'q. Yeni 95 so'm. Shkaf, короче. Bir öküz sig'adi ag'a. Javob sig'adi. Undan ham ko'p sig'adi. Mirovoy brend. Bu o'zi shkaf bo'lgan bilan narxi shkaf narxda emas buni.
Narxı evvel bunu 12-13 milyondan satqanlar. Avan. Hazırғы baxa 8 milyon 800 ming so'mga beramiz. 8 milyon 800. 8 milyon 800'e beramiz. Ağa endi bu 85'lik bu. 85 emas, bu 95 bu. 95'likini. 95'likini beramiz yine. Yurtdaşlar görünge. Ağa 8 milyon 800 Ağa deysiz. deyim ben ağa abi. Gepe cevap. Gepe cevap işana beraber. Ustanovki sen tekin bo'ladi. Ustanovki sen tekin, Dastlabki sen tekin. Gap yo'q. Yurtdoshlar Miravoy brend Yevropa texnologiyalarına cevap beradi, standartlarına. Motoruna 10 yıl garantiya. Korpusuna 3 yıl, offsheet to'liq 13 yıl kafolati bor. Inverter motor javob. Inverter deb yapıştırılgan emas bu, kilon emas ya qistirib qo'yadi uni. Inverter degani bu yurtdoshlar juda ham foydali degani. Tok seylemidi degani yurtdoshlar. Uzoq muddat xizmat etadi degani. Eng sifatli degani bu inverter bo'ladi. Inverter bo'ladi. Ekonomik variant. Yapıştırılmagan. Ama. Xalasanglar yine bir anda emin narsalar bu yine. Acayip Inver kompaniyadan bular ham no frost bo'ladi. Miravoy brend yurtdoshlar. Bular ham 13 yil to'liq kafolata ega. Xalasalar endi 4 eshikli desa 4 eshikli variantlari. Yine şkaf yurtdoshlar. Endi buni birma-bir ochib ko'rsatib turganimizning sababi bizada xalagan brend borligini, sizlarga nechik narsa kerak ekanligini shundan ko'rib chiqarib olingan deb turibmiz-da. Xudo xolasa. Lekin birma-bir ko'rsatganingiz nima foyda aytaymi menga? Chunki bu xolodilnik degani arzon narsa emas, qimmat narsa, ko'p yillik xizmat etadi. Günde alinavermaydi desam-ku. Rostdan doğru bir kızlı kalın puluna beraber bo'lgan narsa bu xolodilnik. Doğru. Chunki ko'rsatish kerak odamlarga, sifati bilan tanishtirish kerak. Doğru. Haqiqatan ham. Doğru narsa. Yine mesela qaysimiz firmalarimiz bor, yana 4 eshiklari, turlari ko'p. Yine yurtdoshlar. Qaysiniz? Qaysiniz firma? Bular ham az narxlari doğrusu Agabek tushib qolgan. Bular ham mesela evvellari 13 milyon 14 milyon so'mdan sotilgan. Avan. Hozirgi narxi bularni 9 milyon so'mga tushgan. 9 milyon so'm. 9 milyon so'mga tushdi. Evvel 13-14 milyondan sotilgan do'stlar. Zavod narxi dedikmi, gapimizga javob beramiz avvalambor xudo. Sizdan necha so'mdan olgansizlar yine yozib qo'yinglar kommentariya. Kommentariya yozib o'ting, nechaga olgansizlar shuni. 13-14 milyondan kam olinmagan shu narsalar vaqtida. Hozir shu 4 eshikli variantlarimizni üstü 4 eshikli bo'ladi. Teylari qalasanglar yine endi tartmali variantlari bo'ladi yine do'stlar. Yine. Her tür modelinden bu. 2025 dizaynda. 2025 dizayni bu. Bular 2024, 2025 dizayn. Onu xalasalar qara svetleri var. Xalagan svetlerine top verish imkoniyatlarimiz bor. İstelgen renginden. İstelgen renginden. Gap yo'q. Kelaverasizlar, xudo xolasa do'stlar. Hammangizga kamida nasib qilsin deymiz yurtdoshlar. Nasib qilsin, hammangizga nasib etsin. Bundan ham yaxshilar nasib etsin. Bundan ham zo'rlar aytganing. Agabek, xalasalar mesela yine bir yana endi bolaji sezon, suv sezon boshlanadi. Vitrinalarımızdan türleri ko'p. Xalagan firmasından bor, vitrinalarımızdan yine Artel kompaniyalar bor. Clio Ferri türü ko'p. Buna hozir xudo xolasa Uyg'ur firmalar kelyapti. Uyg'urdan bir 7-8 türü keladi. Vitrinalar narxlarini nechik narxda kelib bizlar tushsa, shu narxda do'stlar sizlar o'ylashamiz shuni. Bir so'm üstüne qo'yilmaydi. Bereketli bo'lsin. Gapimizga javob. O'zini biznesini yangi bosgan og'alarimiz uchun bu. Eng kerakli narsalar shu. Eng sifatli narsalar shuda, xudo xolasa. Yine biyonlarimizdan bor, xolodilniklar aytaman, hali xolodilnikni narsasini yetib qolmadi. Hozir 4-qator o'tdikmi xolodilnik? 4-qator o'tdik hali. Hali yana bir qator bor, 4'e qolib ketdi. Endi bu Gigant Plus, ha? Bu Gigant Plus bular yeni 65 santi, bo'yi 2 metr, 1.80 shunday bo'ladi bular. Gap yo'q. Yine bular ham turlari ko'p. Avalon kompaniyalar bor, masalan, meni hozir. Bular ham Miravoy brend, zo'r narsa, original narsa bular ham meni. Paket yurtdoshlar. Ko'rib turibsizlar, yangi 2025 25 modellari. Bularning narxlari evvel 8 milyon 800, 9 milyon so'mdan sotilgan. Bu narsani hozir o'zining narxida 8 milyon so'mga tushirdik hozir. 8 milyon Avalon so'm kompaniya, 8 milyon so'mni o'zi, Avalon kompaniya. Libo yerine borib ko'rib kelaversin. Miravoy brend bo'ladi, Avalon yurtdoshlar. Hozir ko'p yerga kirsanglar, Avalon bo'lmaydi, Avalon. Deb turib, boshqa narsa o'tirib turib, diqib beradiganlar ko'payib ketgan. Biz da Avalonni ham sotamiz, Artelni ham sotamiz, boshqasini ham sotamiz. Avalon eng zo'r brendni, masalan, shuni 8 milyon so'mdan beraman. Gapimga javob. Aytgan lafzga javob beramiz. Lafzimiz halol. Halol avvalambor xudo. Yine yurtdoshlar. Artel kompaniyalarimiz bor. Artellar ham zo'r narsa, masalan, ishlarini ko'ring yine. Bular ham no frost bo'ladi. 10 yil motoruna kafolatlangan. 10 yil. 10 yil. Bular ham narxlarini tushirib qo'yibmiz bular ham, Agabek. Zo'r narxda. Evvel bular 8 dan sotilgan bo'lsa, hozir 7 milyon so'mga tushirganmiz. 7 milyon so'm. 7 milyon so'mga tushirganmiz. Liboydan ko'rib kelarsiz, bo'yi 1.90 bo'ladi. Gap yo'q, yurtdoshlar bunaqasi hali bo'lmagan. Haqiqatan ham. Xalasanglar yana Capitone Vintage brendlarimiz bor. Bular ham zo'r narsa. Premier kompaniya bor. Premierdan mesela hozir 25 dizaynda ileri geldi. 25 dizayn. Bular ham 25 dizayn bo'ladi. Yine yurtdoshlar. Valla endi bu narsadan Agabek. Hozir yine doğrusu o'zing ham ko'rib turibsan.
Özün hem çıkarıp tutsan, hemen her türlü oyun etip tuttu. Bize de oyun yok. Gelesile, görgen nersenizni, özünüze yakkan brendni telliysile, şunu özünün zavod narxında beriledi. Ötten bayağım yanında padavki koşup vermedi yurttaşlar. Berilmedi. Yanında üstüne pul mindirmedi. Haklasanlar bunun üstüne pul koşup tanken beresi yanında. Tanken beresi, samolyotası samolyotdan beremiz. Lekin bu narsani haqiqiy özünün narxında satamız. Zavod narxında satıladi. Gap yok. Inmer kompaniyamiz bu Agabek. Bular türü köp. Yine LG kompaniyalar bu, Avalon'ların türleri köp. Yine Avalon'lar ham yine mesela yanından bir diş kichkinasi bu. Bular ham zo'r kompaniyalar. Avalon'un umuman gap yok. Avalon. Eng zo'ri bo'ladi. Pisentli javob. Javob. Servisning garantiyalari beğenmesin, to'liq. Hammasi aytilgan ishi garantiya aytildimi? Shuni ichida bir yeri bir narsa bo'ladigan bo'lsa, обязательно uyingizga servis tomonlama borib, ko'rib, top o'zinikidan zavod berib keladi. Bu narsani xarid qilganingizdan keyin o'zingiz sarson bo'lib kelib yurmaysiz. Servisni o'z uyingizga borib, shunday pisentli narsa bu. Çünkü Agabek yine mesela gördüğünde brendni, xalagan brendlerinden bor. Endi televizorlara keladigan bo'lsak, televizorlarimiz ham Agabek zo'rlaridan, ajoyiblaridan bor. Televizorlarimizning narxlari 32lik mesela yukarıda 32lik televizorlarımız var. 32lik televizorlarımızın narxı evvel smartlarının narxı 1,5 milyon so'm edi. Smart'ınki? Smart'ınki 1,5 milyon, 1 milyon 800'lik ham bor edi, 2 milyon so'mlik ham bor edi. Hozir keladilar, xalagan 32lik televizorni ushiydilar smartini. Ushag'anni 1 milyon 350 ming so'mdan beramiz. 1 milyon 350 ming so'm. 1 milyon 350 ming so'mdan beriladi. Xalaganini. İstegan firmasi. Smartini beramiz. 32'lik 43'liklerimiz var. 43'liklerimiz var. Bir o'nlik razmerda bo'lgan televizorlar. Bir o'nlik televizorlarimizning narxi eng arzon 1 milyon 900 ming so'mdan boshlanadi. 1 milyon 900 ming so'mdan devalasa do'g'in, krashtenini, antennini qo'shib beramiz. Undan tashqari dastlabki ustonomkisi bor. Oppoyib o'rnatib berasiz. Oppoyib o'rnatib beradi. Shu 1 milyon 900 ming so'mni ichida. 43'lik televizorimizni. Bir o'nlik tuyunda bo'lgan televizor. Bir o'nlikda bor. Keyin xohlasanglar uni brendini qarab, endi 43 bir o'nliklarni brendine qarab turib narxlari ko'tarilib borilaveradi. 2 milyon 500 ming so'mligi bor, 2 milyon 800, 3,5 4 milyon so'm deyim bor. Kelasizlar, ular ham tushuntirib, o'zingizga xalagan, o'zingiz yakkan brendni o'z narxida beriladi. Xalagan brendingiz o'zining narxida, zavod narxida. Gap yo'q. Bir o'nlik deysizlarmi? Bu yerda 140liklar bor, 160, 170 hamma turidan bor. Televizorlarımız asortimenti ko'p. Asortiment keng. Ya'ni bundan ham ko'p asortimentlar, xudo xolasa 3-4 kuna yana ham asortimenti ko'payadimi? Xudo xolasa yuklarimiz keladir. Yana endi bundan ham katta televizorlarimiz bor masalan 75lik, 85lik. Xolasaga buni 98liklar ham keldi. Hozir ochib ularni ham yayamiz, xudo xolasa 98 ga deyim bor. Bundan kattasi, undan kattalarni ham to'p beraveramiz og'abek. Gap yo'q. Bular ham shu zavod narxida beramiz. Bular ham zavod narxida. Masalan, üstüne bir so'm pul qo'yilmaydi og'abek. Üstüne pul koyulmaydı. Gapimize cevap ayttıkman ki aziz yurttaşlar libo yerini narxını salıştırıp görünler. Şu zavod narxı bilen köçenin narxını salıştırınlar. 1,5-2 milyon so'm oynaydı zavod narxı bilen. Size uzaktan gelasizlar yurttaşlar. Xorazm viloyatidan kelib turibsizlar. Qoraqalpog'istonning har bir rayonidan kelib turibsizlar. Size gelişinizde avzidon narx bo'lsa, xush kelibsizlar. O'ktam texnologik kutib qolamiz. Xudo xolasa kelaverasizlar. Obязательно kuzatib boringlar. Bize qo'ygan skidga size yoqsa, shu narx arzisa uzoqdan vaqt yo'qotib, shunchalik masofa bosib kelishingizga arzisa, bemalol kelaveringlar yurtdoshlar. Zavod narxida qo'yib beribmiz. Yanında podarki umuman qo'yib beramiz. Podarki yo'q yurtdoshlar. Faqatgina skidga zavod narxida bo'ladi. Xudo xolasa Agabek keladilar. Kelib xarid qilgan odamlar shu videolarimizga kirib turib, like'larni bosib albatta baho beringlar. Kelib xarid qilganlar kommentariyaga yozib qo'yinglar. Rost ekan deb yozib qo'yinglar. Rost ekan deb hammasi bizda ochiq, shaffof. Ochiq, shaffof. Bizda yalan yuring yo'q. Aytdimmi? Aytgan gapdan qaytish yo'q avvalambor. Aytganman avvalgi videolarimdan. O'ktam texnologiya aytar gapning yolg'oni yo'qdir. Bu dunyoda hech kim azori yo'qdir deganman. Avvalambor xudo yo'q azar. Avtomat mashinalar. Arslan izinden qaytmaydi, O'ktamboy so'zidan qaytmaydi. Ana Agabek aslan hozir yine tushunishib ketaveramiz hozir. Avtomat mashinalarimiz ham assortimentini shunday bir qator shuni ko'rsatib o't. Juda ham keng. Istagan brendindan bor. İsteyen razmerinden bor. Xalaganidan bor, xalaganidan. Ajoyiblaridan bor. Avtomat deysizlarmi? Inasizlar avtomat. Xalagan brendingizni topib beramiz.
Gap yok lekin. Mana senga olam gül dedi-ku. Ana şimdi degan narsalar bular. Necha kilodan boshlanadi avtomat? Bularning eng nasi 5 kilodan boshlanadi, kichkinasi. 12 kiloga deyim bor avtomatlarimizni. Turidan bor, xalagan turidan bor. Gap yok lekin. Yurtdoshlar kelaveradilar. Men qiziqib turibman. Eng arzon baholarda avtomat mashinalar necha so'mdan boshlanadi deb qiziqib turibman yurtdoshlar. Hali men zavod narxida aksiya chiqarmaganman. Bu hali meni birinchi videom zavod narxida chiqarib turibmiz yurtdoshlar. Ko'pchilikka foydali va manfaatli bo'ladi. O'tdan boya boshlan. Buni zavod narxida qiziqib turibman deding og'abek. Sana esa bir yuringlar. 6 kilolik kir mashinamiz. Avtomat. 6 kilolik zavod narxini aytadigan bo'lsak 2 million 800 ming so'mdan qo'yib beraman. 2 million 800 ming so'm. 800 ming so'mdan qo'yib beraman. Gap yo'q lekin avtomat kir mashina 6 kilolik inverter motor bo'ladi. Inverter motorini. Bu degan tok tejamli bo'ladi yurtdoshlar. Tok tejamli bo'ladi. Motorina javob. Motorina 10 yil, korpusina 3 yil beriladi. Общий 13 yil to'liq kafolata ega. Qolagan brendlarimiz bor. Yana masalan, aytdik-ku, Samsung brend dedik-ku. Samsung deseler Samsung. Samsung'dan 7, 8, 9, 10. Halagani bu 6 kilolik bu. Mirovoy brend. Mirovoy brend. En yaxshisi Samsung. Samsung, LG bu. Mesela yine mesela Premier kompaniyalar bu, orijinal narsalar, sifatli narsalar. Orijinal. Zo'r narsalar bu. Mesela Inmer kompaniyalarimiz bu. Türü ko'p bulanam. Yine LG'larimiz bu. LG'larni ko'p odamlar qarab keladi. LG kir mashin berdi keladi, haqiqatdan da narxini aytamiz. Voy deydilar da. Arıqның yanına dedi, başka narx aytdı deydi. Ha bo'ldi, bemalol borib keling ağa deymiz. Boradidan qaytib keladi ağa. Ha ne bo'ldi ağa desang, yo'q dedi. O'ynatdilar dedi, uka deydi. O'ynatdilar dedi. Adamlarni aldinglar. Adamlarni al dedi. İnternete chiqadi 4 million so'm deydi, 3,5 million so'm deydi. Lekin 3,5 million LG yo'q. LG yo'q. Keladi, u narx yo'q. Klientlar xafa bo'lib qaytib keladi. O'ktanbay dedi. Atanga rahmat sana dedi. Doğrusunu doğru aytganing uchun dedi. Gap yo'q. LG Mirovoy brend yurtdoshlar. Keladi, xudo xolasa, og'abek bizada kelgan klient rozi bo'lib ketishini istaymiz biz. Albatta. Rozi bo'lib, azatib o'ynab gülib chiqdiysa ishida. Shunda sizlar biza motivatsiya olamiz, sizlardan energiya olamiz, yanada rivojlanishga biza harakat qilamiz. Sizlarga zo'r aksiyalarni tashkil etib berish uchun biza o'zlarimiz borimizni berishga tayyor bo'lamiz keyin do'stlar. Shunda barakatli bo'ladi. Barakatli bo'ladi. Mana odamlarni aldab, LG'ni yomonlab, boshqa vajda qilib gelsin LG deymi, Samsung deymi, Premier kompaniya deymi, Inmer deymi, TCL kompaniyalarımız bu mesela benim de. Arıyorlarımız var. Türü köp. LG'lerimizden yine 11 kilo, 9 kilo, 9,5 kilo var türü köp. Yine bir de Ağabek, Laretto kompaniyalarımız var. İtalyanski brend yurtdoshlar. Laretto kompaniya. Option zor. Bulanam 9 kilo 8. Hemen türünden var dostlar. İstegeninden. İstegeninden. Vintage brendlerimiz oyun ağzı, xudo xolasa option bazı Mirovoy zor brend olib turibdi. Vintage. Bularning narxlari tushgan 7 kilolik Ağabek. Avan. 7 kilolik Vintage. Liboyenni Barcelona'dan salıştık gelsinler narxı. Avan. 2 milyon 950 ming so'mdan beraman. 2 milyon 950 ming so'mdan. O'zining narxi. Zavod narxida. Zavod narxi 2 milyon 950 ming so'mdan. Parnoy funksiyali inverter motor bo'ladi. Gapimga javob. Liboyenni ko'rib kelaversinlar. Almaz baraban bo'ladi. Almasli bo'ladi. Zanglamaydi, tushunmaydi. Gap yo'q, yurtdoshlar. Liboyenni solishtirsin. Liboyenni solishtirsin. 2 milyon 950 ming so'm. 2 milyon 950 ming so'mdan beraman 7 kilolik. Shu baho berib bilasizmi? Beraman. Gapimga javob. Gapga javob. 2 milyon 950 ming so'm. 2 milyon 950 ming so'm. Vintage 7 kilolik inverter motor bo'ladi yurtdoshlar. Kelaverasizlar. Zavod narxida o'tgan texnoda yurtdoshlar. Zavod narxida. Xalasala Zifler kompaniyamiz bu. Zifler. Turetski. Turetski. Motorun 10 yil garantiya bo'ladi. Parnoy funksiyalari bor. BAM inverter motor bo'ladi. İşini mesela 8 kilolikni 5 milyon, 5,5 milyon so'mda ben oturtdilar. Ko'p edi. Ishini 5,5 milyon so'm deb turgan bir paytda dedi-ku, biza buni narxini 2 milyon 750 ming so'mga tushirdik. 2 milyon 750 ming so'm. 2 milyon 750 ming so'mga tushirdik. 8 kilolik Zifler kompaniyasi zavod narxida. Yurtdoshlar bunaqa narx hali bo'lmagan. Liboyenni ko'rib kelaverasizlar. Ziflerdan bu orijinali yurtdoshlar. Ziflerda turi ko'p. Turi ko'p mana 10 yil kafolatli variant. Orijinal shunday bo'ladi. Orijinal narsa. 10 yil beriladi motorna. Sentine javob narsa. Sentine javob. Rullus kompaniyalarimiz bor. Laretto'larimiz bor. LG'larni gördüm ki LG tugamadi hali. LG, Avalon kompaniyalar bor yana brend. Avalon. LG'larimiz hali tugamaydi. Og'a eng yaxshisi bu LG. LG eng Mirovoy brend. Aytibman-ku, shonda deyil LG tugagani yo'q, tugamaydi. LG desa LG satamiz, Samsung desa Samsung satamiz biz. Yurtdoshlar nonni xolasa istagan narsasini shunday o'shaydi-ku, shuni beramiz. Ayshani ko'rsatib Fatmani beramiz. Gap yo'q. Ko'rgan vaji beriladi. Kelaverasizlar yine do'stlar, Laretto kompaniyamiz, Bench firmalarimiz bor yine. Bular ham yaxshi narsa. Bench kompaniyalarimiz bor. Ajoyib. Ajoyib zo'r narsalar bor.
Samsung kompaniyalar yine. Bak Samsung'u aytamam, türü köp. Bunu az aytıp ötemiz desek, Agabek doğrusu videonun 4 saatten çözüldü. Gap yok, lekin Assortiment köp, assortiment bomba. 4 saat eğer küzet bilemen desenge keyingi sapar Xudo kalasa 4 saatte kino bo'ladi. Kino desenge kino et Xudo kalasa narx namo bilen narsıp çıkam Xudo kalasa dostlar. Gap yok. Gördün ki Agabek brendni Xudo kalasa xalagan brendi, xalagan istegen vezin top beremiz klientlerimize. Xudo kalasa indi bir konditsionerler bilen bir danıştırıp ötsek Xudo kalasa ne diysen? Gap yok. Endi konditsionerlar o'tamiz yurtdoshlar. Yana bir marta aytamiz. Zavod narxında qo'yib beribmiz, bize yanında podarka umuman qo'shib beramiz. To'g'rimi aytdim boya? Podarka qo'shib beramiz. Chunki bu narsaning ustuna pul mindiramiz. Zavod narxında skidka etib beramiz qo'llangancha sizlarga yurtdoshlar. Videomizlaringizdan kimlarga qiziq bo'lsa, ekranda telefon nomerlari bo'ladi. Bemalol o'ttam texnoda hammalaringizni kutib qolamiz. Kelaverasizlar. Kelaverasizlar, Xudo kalasa kutamiz. Esa konditsionerlar o'tamiz bo'ldi. Bir juda bu xatoringizga o'tmadim-ku men, xolodilniklar. Bunga hali o'tilmadi. Endi aytdim-ku, buni aytadigan bo'lsak, kino bo'lib ketadi. Aytdim-ku, xalagan turidan mijoz noni xolab kelsa, menga istaganini, shuni ushag'anini men sotaman. Ina. Yamanlamayman. Boshqa bir men bu narsalarni hamma brendga akka qo'yibman. Maqsad nima? Shu klient keldimi, ushagan narsasini sotish menda. Buni maqtab, buni yamanlab, bu narsa yo'q. O'sha odamni shu narsani tushuntirib beraman, klientga yoqsa oladi. Yanından tushuntirib o'tamiz. Qaysini xolasa shu narxni sotamiz. Nima uchun? Buni aytib kelishdan maqsad foydalanish, foyda qilish. Albatta. To'g'risi-da. Buni yamanlab, bunda aytadigan narsa bu bizlarga shart emas, bizlarga kerakmaydi, bizlarga yarashmaydi bu narsa. Pol avtomatlar ham kelib qoldik. Pol avtomatlarimiz endi buni assortimenti juda ko'p, yana ko'rsatib o'taverasiz. Yurtdoshlar istagancha. Buni 5 kilo emas, 3 kilodan boshlanadi. 15 kiloga deyim bu. Bular ham narxi evveli 6 kiloliklarımız narxi 1 milyon 250 1 milyon 300 milyonda satılgan. Hozir 6 kiloliklarımız eng arzon narx 880 milyon, zavod narxında 880 milyondan beramiz. Kir mashina? 6 kilolik kir mashina. Yurtdoshlar 880 ming so'mdan. 880 milyondan 6 kilolik. Zavod narxında. Pol avtomatli yurtdoshlar. 7 kilolik desanglar ham zavod narxında 8, 9, 10, 12, 15 hammasi zavod narxında bo'ladi. Gap yo'q yurtdoshlar. Bu qara bir 880 ming so'mligini aytdingizmi deb turib ya kommentariyada yozsa dolar bo'ladi-da. Yo'q, bunday emas. Hammasi zavod narxında. Hammasi. Endi buni aytamiz desak, turi ko'p bo'lgandan keyin qisqa qilib sizlarga tushuntirib beribmiz. Mana endi o'zingiz to'g'ri tushunib olasizlar degan umiddaman, do'stlar. Albatta yurtdoshlar. Endi ko'pchilikga qiziq bo'lgan konditsionerlarga o'tamiz. Havom qizib boradi. Xudo xolasa endi yana avji Xudo xolasa yana 23 gradus issiq bo'ldi. Albatta. Bugun 14-mart. Yurtdoshlar. Yine. Ya bu konditsionerlar. Endi ko'p odamlar keladi. Bu qaysi video edi? Qaysi videomi? O'tgangimi? O'ttanbay futbolkada yurtdi. Ishunday narsalarda ko'p magazinchilar aytamiz-da. Bir yana video atishamiz, boshqa aytamiz, ya aksiyalarni chiqarib tashlaydi-ku. Shu aksiyani ko'rib keldik. Bir televizor qo'shib beraman degan ekansan desa, "O qaysi videomi bu deb aytadi" deydi-da. Bo'lmasa oqshom chiqqan. Oqshom chiqqan. Men bu ko'la videom deb aytamiz-da. Bizda unday emas do'stlar. 14-mart bugun. 31-mart deyin zavod narxında. 2025-yil yurtdoshlar. 2025-yil shunda aytib edik. Rosa aytib qo'yish kerak. Doğru. Yana konditsionerlarimiz ham assortimentlari ko'p, do'stlar. Xalagan turidan klientlarimizga yetkazib beramiz. Istagan razmerda bor. Istagan razmerda. Xudo xolasa LG kompaniyaniki bilan Samsung avvallarimiz xudo xolasa 2 kuni keladi. LG deganlar LG, Samsung deymi, Avalon deymi, xalaganidan bo'ladi 2 kuni xudo xolasa. Mirovoy brendlar keladi. Masalan, mana bular ham Mirovoy brendlarni aytga ko'pmiz. Citronic kompaniyalarimiz bor, Immerlar bor, Hayr bor, juda ham sifatli. Sifatli narsalar bor, Rullus kompaniyalar bor, Avangard firmalar bor, Artel, Sevintage, Zifler, Immer. Bu aytaman desen ko'p. Kelaverasizlar bo'lgan, kelib tomosha qilib, savdolashib, zavod narxida olib ketishingiz mumkin. Gap yo'q lekin yurtdoshlar. Turi ko'p, ko'raverasizlar. Nechalikdan boshlanadi? 9likdan? 9likdan boshlanadi, 100likka deyim bor. 100likka deyim konditsioner bor. Agar ko'p odamlar 100likka deyim bormi? Endi patologik variant deb so'raydilar ham chiqadi, masalan, to'yxonalar hozir o'zi moda bo'lib boshladi, ko'p odam qo'yib boshladi. Shunday agar patologik variant deydigan bo'lsalar, bu variantlarimiz ham bor. Ular ham o'zining narxida, zavod narxida. Bu patologlar ham o'zining narxida beriladi. Ustiga pul qo'yilmaydi. O'zining zavod narxida beriladi. Zavod narxida beriladi. Konditsionerlarimiz ham masalan mana go'rs turi ko'p.
Mesela Zifler kampaniyalar var. Immer kampaniyalar var. Bularning narxini tushirganmiz Zag'abek. Bularni dastlabki ustanobkisi bilan o'zini narxida 4 million so'mdan beramiz. 4 million so'm? 4 million so'mdan beriladi. Ağa inverter motormi? Inverter motori. DC inverter o'zi ham. DC inverter. DC inverter degan yillar ham bor. Gap yo'q lekin yurtdoshda. Ko'rib bunaqa narxda hali bo'lmagan yurtdoshda. 4 million so'mdan dastlabki ustanobki ichida bo'ladi. 4 million so'mning ichida. Sentina javob. Hop, garantiya 3 yil. Motorini 10 yil beriladi, Og'abek. Gap yo'q lekin yurtdoshda bunaqasi hali bo'lmagan. Sovutishini, qizdirishini garantiya beramiz. Agar sovutmasa, qizdirmasa, shunday uyingizdan borib, pulingizni berib, yechib olib qaytadilar. Gap yo'q. Gapimizga javob. Shu darajada ishonchli. Ishonchli. Dastlabki ustanovka tekin bo'ladi. Tekin bo'ladi. 3-4 million so'mning ichida Qishdan yozdan xizmat etadi. Xizmat qiladi. Agar xizmat qilmay qolgan taqdirda almashtirib beriladi. Xolasa pulini qaytarib beramiz. Shu darajada ishonch bilan Ishonch bilan javob. Gap yo'q. Buni turi ko'p, ina motorlarni ham ochib ko'ribmiz. Tushuntirib, gasalar tenli variantidan qishda qizdiradigan yaxshisini tushuntirib, ko'rsatib beramiz do'stlar. Yanında podarki berimiz yurtdoshlar aytib o'tganimizdek. Podarki yo'q. Sifatli narsani yanında podarkisi bo'lmaydi. To'g'ri aytdimmi? To'g'ri aytding, Og'abek, ham malades. Sifatli narsani podarkisi bo'lmaydi. Endi aytacak edim, og'zimdan olding, to'g'ri aytding. Ish Og'abekning ishi gap uchun like'larni bas. Sifatli narsani yanında podarkisi bo'lmaydi yurtdoshlar. Haqiqatan ham. Sifatsiz narsa olaman desanglar, podarkisini patologan deysiz bolasizlar. Do'stlar, Apple gelindan yanında seplari kerak emas yurtdoshlar. Haqiqatan ham yaxshi gelin bo'lsa yanında podarkilari kerak emas. Sepi kerak emas. To'g'ri gap. Shuncha aytadi-ku, Apple gelin kerakmi, sepli gelin kerakmi deb aytadi-ku. Apple'si deydi-ku. Apple'si kerak. Apple'si emas, Xudoga shukr. Kelaverasizlar. Yana dimoxodlarimiz bor, ular ham ko'rsatib. Vitishkalar, to'g'rimi? Ha, vitishkalar. Ha, gazmi. Xalaqanimdan bor. Vitishkalarni xohlaganingizdan bor yurtdoshlar. Ina. To'rqa brend narsalar qo'yilgan. Arzon narsalar ham bor. Agar xohlaman desa, masalan, bir skorsli variantlari bor. Arzonroq chiqadi, masalan, birovlar keladi. Avan. Arzonroqi kerak dedi. 550 ming so'mdan boshlanadi. Eng arzoni. Top 3 million, 4 million so'mdan bor viteshkalarimiz, har turidan bor. Mana firmasına qarab, skorsuna qarab, bir motorlusi bor, 2 motorlu variantlari bor. Ko'mirli variantlari bor. Shunday narsalarni bahasına qarab, buni ham o'zining narxida, Og'abek. Avan. Masalan, buni narxini aytdik, buni aytmadik, buni ustiga pul qo'yib satsam bo'ladi ekan degan gap kerakmaydi. Hammasini shunday olamanda shunday hisoblayman, bitta so'magan bo'lsa, shu narxda beraman. Ochiq aydin. Ochiq aydin. Gap yo'q. Viteshkalar ham zavod narxida yurtdoshlar. Istalgan brendingizdan bor. Rulus deysizlarmi, Immer deysizlarmi yurtdoshlar, eng yaxshi viteshkalar. 70 yurtdoshlar, eng zo'rlari kelib turibdi. Zo'rlari Immer kompaniyalar bor. Xalaqan Royallar va Artel kompaniyalarimiz bor. Turi ko'p do'stlar. Gap yo'q. Ha. Menina marazinliklarimizni hozir doğrusu Og'abek bir 25 tur marazinlikimiz geldi. Endi sezoni kelyapti. Hozir ko'rding-ku, tushirib turadilar. Avan. Shuni net olmay qoldik, uspet olmay qoldik. Agar uspet etganda ularni doldurib marazinliklarning narx-navosini aytadilik. Shuni aytibman, do'stlar, narx-navoni zavod narxida beraman. Marazinlik hozir yana bir 20 turi keldi, uni ham ochamiz. Bu narsa ham shu zavod narxida beriladi. Zavod narxida. Zavod narxida beriladi. Solishtiringlar yurtdoshlar. Narxlarni solishtiringlar. Ina. Top 800-900 litradan bo'lgan marazinliklar ham keldi. Ular ham xudo xolasa o'zining narxida beramiz. Menina kolonni konditsionerlarimiz bor. Bular ham turi ko'p. Kolonni, to'g'rimi? Ha, kolonnilar. Na kolonni konditsionerda yurtdoshlar. Citronic kompaniyasi, Sevintage, Rullus kompaniyasi, Citronic, Shvaki, Avalon hammasidan bor. Eng zo'rlar yurtdoshlar. Choyxonalarga ketadi, masjidlarga ketadi, to'yxonalarga ketadi. Ha, ketadi. Ko'plar telefon uradida Avalon bormi, Avalon deydi. Avalon. Ba, brat, Avalon deymiz. Doğrusunu ayt deydi. Ha, ba, brat, nog'undab tursiz desa. Nechun shubha bo'lib qolgan? Endi u shubha ko'p odam baba kelavering dedi, kelsa do'konimda Avalon yo'q. Boshqa narsa do'kon deysizmi? Boshqa narsa barabar harakat qiladi. Tushungan odam, "Hey, uka" deydi. Doğrusunu söylashtirgan deb turib qaytib yana keladi-da. Albatta. Uka deydi, turgan vajni ina duribdi, bersanga shuni deydi. Keladidan do'stlar, yo'q narsa uchun chaqirib, boshqa aytib, bizda bu narsa uchun chaqiramiz. Kelinglar, zavod narxida, Avalon desanglar, Avalonlar ham o'zining narxida beriladi. Shuvaki desanglar, shuvaki. Bizda bu ina ko'rsatib turibmiz. Telefon qilsalar, bu narsamizda bor deymiz, yo'q vajimizni yo'q deymiz.
Doğrusunu doğru aytamiz. Doğrusunu doğru aytamiz. Açık aydın şeffaf. Doğru. Mesela köp adamlar Agabek doğrusu uzaktan geladi. Xivadan geladi onlar mesela. Nöksden, Qo'ng'irotdan kelib turib qoladi. Xorazmdan mijozlar ko'plikdan texnologiya. Yurtdoshda Xorazmliklar bo'lsa bir kommentariya yozib qo'yinglar. Sizlarni hurmat etamiz. Shunchalik masofadan kelasizlar. Rahmat aytamiz yurtdoshlar. Rahmat sizlarga. Shuning uchun aytajakman, uzakdan keladilar, chaqirib oladilar. Keling, bor shu narsamizni. Lekin yo'q vajh uchun chaqiradi. Bizada telefon qilsanglar, telefon qilib ma'lumot olsanglar ham bo'ladi. Shunday konditsioner olajak edim, bahasi nechik deb so'rab ma'lumot olsanglar ham bo'ladi. Albatta. Ha, ya Amidon klientda yana ko'plar ya telefonimiz deb qo'yib beradi. Bizadan unday emas. Ha, bizadan oling amon, bizani kuzatib e'tibor berib, bizlarga chiqqaningiz o'zi bizlar uchun katta narsa. Shuning uchun telefon urasizlar, kerak ma'lumotlar bo'lsa, erinmasdan beminnat javob beramiz. Beminnat javob qilamiz, xudo xolasa. Gap yo'q. Kelaverasizlar. Yana koloniyalarni ham ko'rsatdik. Menda gaz filtrlarimiz ham bor. Gaz filtrlarimiz ham narxlari ajoyib narxlarda. Eng arzon gaz filtramizning narxi eng arzoni 1 million 980 ming so'mdan o'zining narxi. 1 million 980. 1 million 980 ming so'mdan. Yine. Zavod narxida. Yurtdoshlar. Vesta kompaniyalarimiz bor yine. Ideal kompaniya, Ferrelarimiz bor. Turi ko'p, bularning ham assortimentini keng assortimentdan ko'rsatib o'tamiz. Gaz plitalayni yurtdoshlar Turi sizlar ko'p. uchun. Turi ko'p bularni. Yine mesela yine 500'lerimiz başlanadi yine. 90'lıklar. 90'lıklar. Endi yine Artel kompaniyalarımız var. Ferri kompaniyamiz var. 600'ler ham bor mesela. Bularning hali mebelning variantlari bor. Sarı svet, oltin svet yuritilgan zo'rlaridan bor. Ularni ham ochiq xudo xolasa qo'yamiz. Yana bir narsa aytib o'tajakman do'stlar. Şu Artel kompaniyani Liboyerdan mesela ko'rsizlar. Solishtirsinlar. Hozir shunday aksiyaga tashadi. Men ham shuni aytdim-ku, zavod narxida dedim-ku. Şu taşatgan narxında az qo'yib beraman. Gap yo'q, yurtdoshlar ko'ramiz necha so'mga qo'yib beradi bizga. Zavod narxida yurtdoshlar o'tgan texnoda. Og'an odamlar bo'lsa, qisqilib o'tirmanglar. Shuning uchun narxini aytib o'tamiz. Og'a bu narxga aparatlarni olib. Ha. Seryozni og'a. Seryozni gap emas o. Og'a bularni hozir 5,5-6. Buni 6,5 million so'mdan sotib o'tiribdilar. 6,5 million so'mdan sotib. Og'a 90'lıkni. 90'lıkni 4 milyon 990 ming so'mdan beramiz do'stlar. 4 milyon 990 ming so'mdan. 4 milyon 990 ming so'mdan beramiz. Og'a 90'lık gaz. Artelni. Eldileri yine embelinde yana nelerni tabloları var gösterip turadi. Bemalol Liboyerni solishtirib ko'rib kelaverasiz. 4 milyon 990 ming so'm. Buni 6,5 milliondan sotib o'tiribdilar. 6,5 milyon, 6 milyon 800, gerek desa 7 milyondan ham sotib turgan yerlari bor buni. Bizda 4 milyon 990 ming so'mdan. Zavod narxında yurtdoshlar, gaz plitalar yurtdoshlar. Yanında podarkisi umuman yo'q. Bir podarkam yo'q yurtdoshlar. Yana ham Og'abek. Bu narsani ko'plar izinda chegaralangan deb o'tib ketadigan yer bor-ku. Bu narsa chegaralanmaydi soni. Kelaverasizlar, soni ko'p. 50 dana desanglar, 50 dana, 100 dana desanglar, 100 dana farqi yo'q. Xohlagancha to'p beraman. Xohlagancha to'p beraman. 4 yildan da Xankagacha yurtdoshlar. Dastlabki ham bor ichida. Besplatniy bo'ladi. Besplatniy dastlabki ham bor ichida. Kelaverasizlar sizlar uchun. Hammasi zavod narxida. Bir Artel emas, Ferri kompaniyalarimiz bor. Bular ham o'zining zavod narxida beramiz. Yine yurtdoshlar. Zavod narxida. Kelaverasizlar do'stlar, endi yana xudo xolasa plisosning assortimentlari ko'rsatib o'tamiz bularni. Plisoslar. Ko'pchilik uchun kerak, ro'zg'orimiz uchun juda foydali narsa-ku bular. Plisoslar. Plisoslarimiz ham narxlari hozirgi vaqtda narxlar doğrusu Og'abek plisos narxlari tushib qolgan. Eng arzoni 480 ming so'm. Plisos 480 ming so'm zavod narxi. 480 ming so'm. U endi ko'plar aytadi, u bahasi arzon, sifati yo'q chiqardi bu. Uni ham 3 yil kafolati bor. Og'a, men 480 ming so'mlik plisos ko'rmaganman. 480 ming so'mga men originalini qo'yib beraman. Bir vaqtlari 550-600 ming so'mdan Samsungning Xitoy plisoslarini sotib berdilar. Bizaniki original. Original plisos. Originalini beraman. 480 ming so'm. Gapga javob. Gapima javob. Chegaralangan komadi gap bo'lmaydi. Gap yo'q. Bor. 100 dana desa 100 dana, kolичество ko'p. Lafzimiz halol. Lafzimiz halol. Gap yo'q. Yurtdoshlar 480 ming so'mdan original plisoslar sizlar uchun bo'ladi. Başlanadi 480 dan. Yana Avalon kompaniyani xalagan modelidan. Yana xalasan bunday variantlari. Xalaganidan bor. Avalon desa Avalon. Dislarmi, chalakli dislarmi? Ko'p odam Avalon so'rab keladi. Ko'p odam Avalon so'rab keladi, Og'abek. Bir magazinga kirdim dedi, birdan 2 dana turibdi dedi. Kim so'rab keladi? Tushungan odam so'rab keladi. Brendni, sifatni, pisandni bilgan odam Avalon so'rab keladi. Joning sog' bo'lsin sen, Og'abek. Keyin nima deydi ayting? Komada bo'ladi deydi, ishlatilgan bu, biroq bu birodan qaytib kelganda sotmaydilar. Bizda Avalonni ina
işi Xatar Avalon. Xalagan türünden. Brend narsa. Miravoy brend. Miravoy. Yine bir de Artel kompaniyalar başlanadi. Xalaganınla. Milliy mahsulot o'zimizning eng sifatli mahsulot. Samsung kompaniya, ideal kompaniyalar. Türü köp. Bir anda yine plisosumuzni ajoyiblari bor, türü köp plisosumuz. Bugun bir apikamiz bilan görüşüp qoldik-da, sizni Bitovoyda emas, boshqa Bitovoyda. Aytib turibdi. Men Artel plisos bilan kir mashina oldim dedi, 10 yil bo'ldi dedi. Ishonasizmi? Malades. 10 yil emas, 12 yil ham bo'ldi deb keladi ular Bag'abi. Sifatli narsa. Keyin shu Artel olaman deb keladilar. Keladi. Yana ham shu yerga qarab keladi. Boshqacha o'zgartirishga harakat qiladilar. Bizda unday emas do'stlar. Kelasizlar shu ko'rgan vazingiz. Aytdim-ku, bu takroriy aytaveraman buni. Shu klientlarimizni, shu bizani kuzatib turgan odamlar quloqiga singdirish kerak bu narsani. Albatta, xalqimiz bilib kerak. Ishlatgan, ko'rgan, sizni neyizdan o'tgan, tekshiruvdan o'tgan narsani kelib yana olajaksiz shu narsani. Yana men shuni 10 yil ishlatdim. Ota-bobong shundan ishlatgan. Ishini olaman deb kelasiz, boshqa o'zi olib chiqib ketasiz. Bizda unday emas. Shu narsani ko'rdingizmi? Shu narsani tushuntirib, sizga yaxshisini taklif berishda, xudo xolasa, kelaverasizlar, biza yordam beramiz. Gap yo'q. Yurtdoshlar, plisoslarni tur-turidan, chalak deysizlarmi, xalta deysizlarmi, banka deysizlarmi, brendlar juda ham ko'p. Xudo xolasa kelaverasizlar yurtdoshlar. Yana menda duxobchilarimiz boshlanadi. Duxobchilarimizdan originallari, ideal kompaniyalarimiz bor. Ferri, itimatlarimiz bor, original brendlar, itimat kompaniyalar, zo'rlar, ajoyiblaridan bor. Aynan. Retro dizaynda. Retro chiqqan, endi grill, ichida ventilyatsiyasi, lampochkasi, hamma narsasi bor. Yurtdoshlar, eng zo'rlari sizlar uchun. İşlerinden bor, yine biyallarımızdan bor. Duxobchilar ham assortimenti ko'p. Hozir doğrusu endi shu martdan keyin Arianda xudo xolasa boshlanadi o'zi. Duxovka sezon. Duxovka sezon. Pishiriq sezon. Pishiriq sezon. To'y sezon. To'y sezon bo'ladi. Qizlarimizga qo'shib berib turibdilar. Masalan, duxovka deydi, plisos qo'shib beradilar. Hamma narsangizni. Xalqimizda to'y bo'lsa, yurtdoshlar. Xalqimizda to'y bo'lsa quvonamiz. To'y bo'lsa aytganingda og'ay. Albatta, yaxshi kun bo'lsin. Yaxshi kun bo'lsin. Shu narsalarni ham hammasini milk verjanimiz ham o'zining narxida og'ay. O'zining narxida. O'zining narxida. O'zining narxi. Bu hammasi shu ochilishimiz munosabati bilan bo'ladi. Ro'za Ramazon ayyom munosabati bilan bo'ladi. Hammangizning xonadoningizda bir barakatli bo'lsin, xayrli bo'lsin Ro'za Ramazon yurtdoshlar. Shunday aksiyalarni qo'yib berishdan charchamaymiz o'tgan texnoda. Xudo xolasa. Endi bundan buyaqina Og'abek. Videoni oyda 2 marta olib, tushirib, xalqimizga yetkazib berib turamiz xudo xolasa. Albatta. Birgalikda Og'abek. Tez. Yana ham harakat qilamiz. Keyingi oyda zavod narxida yana ham qo'yish chiqdi xudo xolasa. Sizlardan poddeshki yurtdoshlar, qo'llab-quvvatlab turinglar yurtdoshlar, layklar bilan, kommentariyalar bilan, kommentariyaga yozinglar yurtdoshlar. Sizlarning fikrlaringiz biz uchun muhim ahamiyatga ega. Shunaqa qilib aksiyalarni qo'yamiz, shunaqa qilib zavod narxida shuni chegirmalarni qo'yib berishga harakat qilamiz. To'g'ri. Keyingi oylardan xudo xolasa aytgandek, zavod narxida qo'yishga harakat qilamiz do'stlar. Shuning uchun layklarni bosib, shu aytgan kommentariyada yozib, no narsalari ko'pincha qiziq bo'lsa, shularni yozinglar. Biz shunga qarab turib, shu narsalarga ko'proq chegirmalarni qo'yishga harakat qilib boramiz, xudo xolasa do'stlar. Sizlarni O'ktam Texnoda kutib qolamiz. Eng arzon sifatli narsalarni bizdan xarid qilaverasizlar, xudo xolasa. Bu videomizni yurtdoshlar, yana bir marta aytaman, bu videomizni haqiqiy Bitovoy texnika alomondan yurtdoshlarimizga WhatsAppdan, Telegramdan layklarni bosib jo'natib qo'yinglar yurtdoshlar. Juda ham foydali bo'ladi, manfaatli bo'ladi. Qiz chiqaramandan yurtdoshlarimizga, o'g'il uylantiramandan yurtdoshlarimizga hammalaringizga to'ylar muborak bo'lsin. Kelaverasizlar xudo xolasa. Eng arzon maishiy texnikalar, eng sifatli maishiy texnikalar O'ktam Texno maishiy texnikalar do'konida. Hammalaringizni kutib qolamiz. Hammangizni kutib qolamiz do'stlar. O'ktamboyga bu aksiyamiz, bu skidkalarimiz zavod narxida 31-martadan amal etadi. Amal qiladi. Xudo xolasa yangilik bo'lsa kelaveramiz do'koningizga. Boshqagan skidkalaringiz, aksiyalarimiz sizlarga ham xayrli, barakatli bo'lsin deymiz. Xudo xolasa. Rahmat. Qadrli yurtdoshlar, sizlarga shunday manfaatli videolarni yetkazishda davom etamiz. Arzimagan mehnatlaringizni qadrlab, layklar bilan qo'llab-quvvatlab turinglar. Siz uchun xizmatdamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, yetkazgan vaqtlaringizga rozi bo'linglar yurtdoshlar. Ko'rishguncha deydi-ku. Jonlarimiz sog' bo'lsin. Jonlarimiz sog' bo'lsin, omon bo'linglar do'stlar. Kutib qolamiz. Layklarni bosib, kommentariyalarni portlatib yuberaverasizlar xudo xolasa. Bunaqasi hali bo'lmadi haqiqatan ham. Og'abek, o'zlarimizning ham kanalimiz bor. Avan. Ular ham masalan o'tib, layk bosib qo'ysalar ham bo'laveradi. Gap yo'q, kanalingiz bormi? YouTube kanalingiz bor. YouTube kanalimiz bor. O'ktam Texno kanalimizga o'tib turib, xudo xolasa kuzatib borsalar ham bo'ladi. O'ktamboyga ruxsatingiz bilan shu videomni kommentariyasini sizni YouTube kanalingiz silkasini qo'yib qo'yaman. O'tib obuna bo'lganlar uchun ham
Podarkalar bormi? Podarka bor. Zavod narxidan tashqari podarka Zavod berasiz. narxida agar shu kommentariyani portlatib, kelib, shu xarid qilib turgan vaqtida ishini zavod narxida oladi. Avan. Ishini men yana kommentariyada ishini nelarni yozgandim deb ko'rsatgan bo'lsa, bir dana chin ko'ngildan podarkani. Podarka bor. Like'larni ayamanglar, kommentariyalarni ko'p doldurib yozib tashanglar. Sizlar uchun shunday ajoyib podarkalar qo'yib berishdan charchamaymiz. Xudo xolasa. Sog' bo'lasizlar, yurtdoshlar, omon bo'linglar. Omon bo'linglar.